Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimizda mikroorganizmlardagi moddalar almashinuvi, ya'ni mikroorganizmlarning metabolizmi haqida gaplashamiz. Makroorganizmlar bilan mikroorganizm o'zaro munosabati, ya'ni odam organizmiga kirganda yo parazitlik qilishi mumkin yoki unga kommersial holatda, ya'ni foyda keltirishi mumkin. Umumiy olganda, ya'ni simbioz, bir xil hayotda, ya'ni birga yashash degan shakllarda bo'lishi mumkin. Hayotda turli mavjudotlarning muayyan atrof sharoitida yashashi kuzatiladi. Ya'ni bu jarayonlarda simbiotlar, ya'ni birga yashashlar, bir-biriga nisbatan munosabati bir xil bo'lmaydi. Ya'ni atrof muhitda yashayotgan mikroorganizmlar va makroorganizmlar bir-biri bilan yo foyda keltirishi mumkin, yo zarar keltirishi mumkin, yoki hech qanaqa ta'sir ko'rsatmasdan birgalikda yashashlari mumkin. Bunday sharoitlarda masalan sog'liq qotirish, immun tizimining susayishi, vitamin yoki boshqa bir stress holatlari bo'ladimi, yoki nerv sistemasining faoliyatining buzilishimi, onkologik kasalliklarmi, shunaqa holatlar bo'lgan vaqtida, immunitet susaygan vaqtida bizlar uchun zararsiz bo'lgan, lekin organizmimizda bor bo'lgan mikroorganizmlar o'zini kuchini ko'rsatib, kasallik paydo qilish ehtimoli bor. Demak, bu e, shartli patogen mikroorganizmlar desakda bo'ladi bularni. Simbiozning turli shakllari bor ekan. Ya'ni birinchisi kommensializm, hamtovoq deydi. Ya'ni ikkita organizm bir-biriga ziyon yetkazmasdan birga yashashi. Masalan, odam organizmidagi normal mikroflora hisoblanadi. Mutualizm bir-biriga ikkita organizm bir-biriga foyda keltirib yashash. Ya'ni ikkita organizm bir-biriga foyda keltirib yashashiga misol qilib ichakdagi normal mikroflorani, ya'ni undagi oziq-ovqat qoldiqlarini hisobiga har doim odam organizmi bilan birgalikda yashaydi. Bu mikroorganizmlar ayni vaqtda ular organizm uchun muhim bo'lgan bir necha xil vitaminlar, masalan, K vitamini deganlarni sintez qilishda qatnashadi. Uning vitaminga bo'lgan ehtiyojni barqarorlashtirib turadi. Demak, o'shaning uchun ham biz agar antibiotiklarni suiiste'mol qilish deydi, ya'ni bo'lar bo'lmas ishlatib, noto'g'ri foydalangan vaqtimizda bizlarda disbakterioz degan narsa kuzatiladi. Ya'ni odam uchun foydali bo'lgan bakteriyalarning nobud bo'lishiga ham olib kelishi mumkin. Umumiy olganda bakteriya hujayrasida nimalardan tashkil topgan, ya'ni bu organoidlardan boshqa yana nimalar bor degan savollar bor, o'shalarni ko'rib chiqamiz. Umumiy olganda bakteriya hujayrasi azot, uglerod, kislorod va vodoroddan tashkil topgan bo'ladi. Azot quruq qoldiqning 8-16%ni, uglerod 45-55%ni, kislorod 30%ni, vodorod bo'lsa 6-8%ni tashkil qilishi mumkin. Mikroorganizmlar turli elementlar va ularning birikmalaridan o'zlari uchun zarur bo'lgan oqsillar, nukleoprotidlar, fermentlar, uglevod, lipid yoki glukopolisaxaridlarni e, paydo qilishi mumkin. Ya'ni undan boshqa vitamin va boshqa e, moddalarni ham sintez qilish qobiliyatiga ega. Ya'ni bu nima bilan bog'liq? Tashqi muhitdan tushib turgan moddalarning miqdoriga bog'liq bo'ladi. Endi suv, ko'pgina bakteriya, masalan, bug'ma koronabakteriyasi, ya'ni koronabakterium, difteriya, mikobakterium tuberkulyozis, vibrio xolerada sitoplazmasida 75-85% atrofida nima bo'lar ekan? Suv bo'lar ekan. Spora holatida, ya'ni batsilla yoki klostridiyalar bo'lsa, 45-50%dagina suvni tashkil qiladi. Suv erkin yoki boshqa komponent, ya'ni bog'langan holatlarda bo'lishi mumkin. Suv sitoplazmaning elementi bo'lib, bog'langan e, asosiy vazifasi bu eritish vazifasini bajaradi. Ya'ni organizmga tushgan, ya'ni mikroorganizmni tarkibiga kirgan oziq moddalarni eritish vazifasini bajaradi. Suv birikish natijasida oqsil, uglevod va lipidlarning parchalanishdagi gidrolik jarayonlarda sodir bo'lishi mumkin ekan. Bakteriya hujayrasida azot, uglerod, kislorod, vodoroddan tashkil topganligini hozir aytib o'tdik. Mikroorganizmlar turli elementlar va uning birikmalaridan tashkil topadi. Tak. Quruq qoldiq. Bakteriyadagi quruq moddaning organik qismi oqsil, nukleon kislota, uglevodlar, lipid va boshqa birikmalardan tashkil topgan bo'ladi. Oqsillar umumiy olganda sitoplazma, sitoplazmatik membrana va umuman hujayraning tarkibidagi oqsillar bakteriya hujayrasining, ya'ni quruq moddasining 50%dan 80%gacha tarkibini tashkil qiladi. Oqsil tarkibiga nukleoprotidlar, lipoprotidlar kiradi. Lipoprotidlar bo'lsa, bu hujayra ichidagi kiritma shaklida bo'lishi mumkin, yarim suyuq holatda bo'ladi. E, Lipoprotidlar sitoplazma yuzasidagi membrana hosil bo'lishida, ya'ni sitoplazmatik membrana deydi, hujayra qobig'i tashkil qilishda moddalarning bakteriya hujayrasi ichiga kirishi va chiqishini nazorat qilib turadi.
Fermentlar, mikroorganizmlar hayotida muhim rol o'ynaydi. Ya'ni fermentlar oqsil qismi apoferment maxsus ta'sir etishini ta'minlaydi. Prostitik guruh kimyoviy reaksiyalarni amalga oshiradi. Ko'pincha bu prostetik guruh oqsillari bilan mustahkam birikmaganligi sababli tezda ajralib ketadi. Ayrimlari esa turli xil oqsillar bilan birikishi mumkin. Shunday erkin biokimyoviy o'zgarishlarda oqsil bo'lmagan katalizatorlari kofermentlar deb ataladi. Boshqa guruh fermentlarning faol qismini gemin mahsulotlari tashkil qiladi. Umumiy olgan vaqtda fermentativ xususiyati degan narsa bo'ladi. Bakteriyalarda mana shu fermentativ xususiyatiga qarab turib mikroorganizmlarga identifikatsiya qilish, ya'ni unga qaysi guruhga qaysi turi ekanligini aniqlashda juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Ya'ni biz kulturasini aniqlab turib, faqat kulturaga qarab turib biz diagnoz qo'ya olmasligimiz mumkin. Ya'ni uni fermentativ xususiyati, ya'ni uglevodlarni parchalashiga qarab turib biz uni tashxis qo'yishda juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Ya'ni mannoza, laktoza yoki galaktozani parchalashiga qarab turib diagnoz qo'yiladi. Mana shu rasmda ko'rgan probirkalarga e'tibor bergan bo'lsanglar, bu yerda nima desa bo'ladi? Rangli qator deydi, ya'ni svetniy rядga qarab turib bu qaysi guruhdagi yoki qaysi tur bakteriya ekani aniqlashda juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Bakteriyalar tanasida uglevodlar umumiy olganda uglevodlar quruq moddaning 12-18% tashkil qiladi. Uglevodlar asosan erkin yoki oqsil yoki lipidlar bilan bog'langan holatda uchrashi mumkin. Ular hujayra qobig'i va shilliq qavatlarda joylashadi. Ko'pchilik bakteriyalar sitoplazmasida kimyoviy tarkibiga ko'ra glyukogen va kraxmalga o'xshash kiritma ko'rinishda ham uglevodlar to'planishi mumkin. Uglevodlar prokaryot mikroorganizmlar hayotida juda ham katta ahamiyatga ega. Ular ko'pgina hujayra tuzilmalarining tarkibiga kiradi hamda energiya, ya'ni hujayra uchun hayot faoliyatini ta'minlashda energiya manbai sifatida vazifani bajaradi. Polisaxaridlar ham xuddi shunaqa, ya'ni u monosaxarid va polisaxaridlar shaklida bo'lishi mumkin. Ya'ni uglevodlar, polisaxaridlar bu ajralmas qismi sifatida qaraladi. Lipidlar sitoplazmasida yog'larning kiritma shaklida saqlanmaydigan bakteriyalarda lipidlar quruq moddaning 5-10% tashkil qilishi mumkin. Aksincha, sitoplazmada yog'larni kiritma shaklida saqlaydigan bakteriyalarda bo'lsa, lipidlar 40% gacha nima deydi? Quruq moddaning tarkibiy qismiga kiradi. Agar bakteriya tarkibida lipidlar miqdori qanchalik ko'p bo'lsa, bu tashqi muhit ta'sirlariga shunchalik chidamli degan ma'noni anglatadi. Sil mikobakteriyalardan tuberkulyoz-stearin, oksistearin, palmitostearin, ftiilin va ftioid kislotalari bo'g'ma qo'zg'atuvchidan bo'lsa, difterin kislotasi ajratib olingan. Bu sanoatda hisoblanadi. Fermentativ xususiyatiga qarab turib 6 xil fermentlar ajraladi. Mana ko'rishingiz mumkin 6 xil ferment. Oksidoreduktaza, transferaza, liaza, gidroaza, izomeraza va ligaza fermentlar. Mana shu fermentativ xususiyatiga qarab turib biz bakteriyalarni identifikatsiya qilishda juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Mikroorganizmlar ferment, toksin ajratishdan boshqa yana pigment hosil qiladi. Ya'ni pigment hosil qilishi suv, tuproq, havoda yashaydigan bakteriyalar va zamburug'larning ayrim turlari o'zida nima qiladi? Pigment hosil qilish xususiyatiga ega. Qattiq muhitga kelganda qizil koloniya yoki ba'zi bir stafilokokklar bor. Masalan, ular tilla rang, ya'ni yaltiroq sariq rangni berishi mumkin. Havo rangda, ya'ni ko'k rangga kirishi mumkin. Ba'zilari bo'ladi kul rang, ya'ni kulrang rangga kirib turib yaltiroq rang berishi mumkin. Kislorod, harorat va quyosh nuri yetarli miqdorda bo'lgandagina bakteriyalar nima qiladi? O'zidan pigmentlar hosil qilish xususiyatiga ega bo'ladi. Mana pigment hosil qilganda bakteriya koloniyalar mana shunday rang hosil qiladi. Masalan, qizg'ish yoki pushti ranglarda paydo bo'lishi mumkin. Mikroorganizmlarning nur taratishi, endi ba'zi bir bakteriyalarimiz bor, o'zidan nur taratish xususiyatiga ega. Bakteriyalarning nur taratishi oksidlanish jarayonida o'ziga xos nima desa bo'ladi, energiya paydo bo'lishi bilan bog'liq holatda bo'ladi. Agar bakteriyada juda ham ko'proq miqdorda kislorod berilsa, u nur taralishi shunchalik kuchli bo'ladi. Ya'ni qancha ko'p kislorod berilsa, unday moddalar almashinuvi shunchalik yaxshi bo'ladi va u o'zidan nur chiqarishi mumkin.
Nur taratuvchi bakteriyalar chig'anoqlarning tanasi, muskul orasiga kiradi. Ularning kechasi qirg'oq bo'yida nur taratishi ham shundan bo'ladi. Ya'ni ba'zi bir holatlarda bo'ladi. Suv sohili bo'ylarida e, nima deydi? Nur chiqishi yoki yorug'lik paydo bo'lishi degan narsalar kuzatiladi. Nur taratuvchi bakteriyalar molekulasida kislorodni aniqlashda o'ta sezgir hisoblanadi. Shuning uchun ham uni Beyernik fotosintez jarayonida kislorod ajralib chiqishini o'rganish uchun nur taratuvchi bakteriyalardan e, indikator sifatida foydalangan. Nur taratuvchi bakteriyalar fotobakteriyalar deb ataladi. Ularning ichida manfiy guruhga ko'k, tayoqcha yoki vibrion shakldagi yoki ichida spora hosil qilmaydigan bakteriyalar kiradi. Ba'zi bir bakteriyalar bor, o'zini hayot faoliyati davomida o'zidan e, hid, ya'ni xushbo'y hid taratuvchi bakteriyalar ham mavjud bo'lib hisoblanadi. Ular vino, sut mahsulotlari, tuproq, hashak yoki o'ziga xos hidga bo'ysa, ma'lum turdagi bakteriyalar hayot faoliyati davomida nimadir ajratishi bilan, ya'ni hid taratishi bilan bog'liq bo'ladi. Xushbo'y hid taratuvchi bakteriyalarga e, Cremoris bakteriyasi kiradi. Bilan bugungi darsimiz tugadi. Qo'shimcha ma'lumotlar kitoblar orqali o'qib olsanglar bo'ladi.